Yaponiya sadosi. Barchaga assalomu alaykum. Navbatdagi podkastimizga xush kelibsiz. Qisqa tanaffusdan keyin Yaponiya sadosida keyingi podkastimizni olishga qaror qildik. Bugun nima deydi, doimiy jamoamiz bilan Yaponiyada biznes haqida gaplashamiz. Mirjalol aka, sizdan endi boshlaymiz. O'zi Yaponiyada biznes, ya'ni kompaniya ochish haqida qisqacha bir ma'lumot bersangiz, keyin qanaqa jarayon ketyapti, shu haqida gaplashsak. O'zi masalan Yaponiyada kompaniya ochish uchun o'zi nimalar talab qilinadi hozirgi aynan mana shu kunda? Chet elliklarmi yo? Chet elliklar deylik. Chet elliklar Yaponiyada kompaniya ochishlik uchun oldin 5 million yen ustav kapital qo'yish kerak edi. Keyin biznes viza olib kompaniya ochardi. Lekin hozir shu narsa 30 million yenga ko'tarildi. Kompaniya ochmoqchi bo'lsangiz, avval ustav kapitalingizni 30 million yen qilib shakllantirasiz. Shundan keyin kompaniya ocha olasiz. Vizangiz ham shu biznes viza ola olasiz. Mana shu narsa o'zi ancha qiyinchilik ham tug'diryapti. Hozir yurib turgan kompaniyalar ham, masalan, qaysidir restoranlar, Hindiston restoranlari, ular maxsus kari, milliy kari ovqatni qiladi-yu. O'shalar yoki Nepal, mana bu tomonlar ham masalan, ustav kapitalni 3 millionga ko'rsatish kerak. 30 millionga oshirish kerak. Vizasini yangilash uchun ham oshirish kerak bo'lyapti. Bu ancha qiyinchilik tug'diryapti. Chunki ular bu darajada daromad topadigan restoranlar emasda. Endi shu chet elliklarga nisbatan o'sha olib borilayotgan siyosat ancha qiyinchiliklar tug'dirib boshladi. Bu endi biznesga ham ta'sir qilyapti, to'g'ridan-to'g'ri. Shunda asosiy o'sha ustav kapitali 30 million yen bo'lishi talab qilinyapti. Bundan buyog'iga 30 million yen bo'lishi kerak bo'ladi. Lekin 30 million yenni bittada qo'yishlik o'zi uncha oson ish emas, to'g'risi. 200 ming dollar. 200 ming dollar olib keldik. Hozir bo'yicha. Lekin xo'p, 200 ming dollarni olib keldingiz ham deylik, qo'ydingiz ham, biznes boshladingiz. O'sha pulni qanchada qaytarib olasiz degan narsa bu. Biznes qilish ham hozir Yaponiyada juda daromad keltirish ancha qiyin bo'lib qoldi. Chunki hamma bizneslar qilinganda, Yaponlarning o'ziga yarasha hali injiqligi bor, buni alohida yana gaplashamiz. Bozor talabi yuqori, juda standart yuqori. Shuning uchun Yaponiya bozorini o'rganmasdan turib yoki Yaponiyada pulim bor, Yaponiyada biznes qilib ketaman, bitta kompaniya ochib qo'yaman degan fikrlar bilan Yaponiyada kompaniya ochib bo'lmaydi. Ya'ni biznes qiladi. Tim bo'lma, oziq-ovqat, restoran sohalari juda raqobat kuchli, chunki bu viza masalasi 30 million adashmasam nimaga? Ya'ni K-Canary vizasi. Shu biznes menejer. Kamroq bo'lish uchun nima, kim bo'lsa, nimasi yo'q, uni ochib ketsangiz bo'ladi. Fotolar ham qo'yib. O'sha vizada yurganlar ham qiynalyapti-da, mana. Shu. Yangilashgan shunaqa talab. Migratsiya byurosi ham kompaniyalarga bitta telefon qilib, hozir tekshiruvga kelyapti-ku. O'sha videosini ham ko'rdim. Video chiqib ketdi. O'zim ham post yozdim. Kelib o'sha haqiqatan ham mana shu firma yoki kompaniya faoliyat yurityaptimi yo'qmi? Oldin Islom akasidan aytganingiz, viza qilib berish ham bir biznes aylantirib, ayniqsa mana o'sha Hindiston, Nepal, bular restoranda, o'zi kichkinagina restoranda, lekin u bir 15 kishiga viza chiqarib, mana uni biznesga aylantirib olgan. Mana shu narsalarni endi oldini olishlik uchun ham immigratsiya byurosi telefon qilyapti, chiqmaydigan bo'lsa telefonga nimasiga ofisiga boryapti, bormi yo'qmi degan narsa yoki o'sha restoraniga borib haqiqatan ishlayaptimi yo'qmi degan narsani o'rganyapti-da. Ancha qattiqlashgan tizim. Endi o'rmonga o'tib ketgandan keyin yo'l qurib teng yonadi. To'g'ri ishlab turganlar ham endi qiynalyapti. Shubhaga tushib qolyapti. To'g'ri ishlab turgan o'sha xorijliklar ham vizasini yangilayotgan payt mana shu 30 millionga ko'tarishga to'g'ri kelyapti. Aytgancha qiyin tarafi, oldin 5 millionni ochib qo'yganlar ham vizasini yangilash uchun 30 millionga chiqarish kerak bo'lyapti-da. Ana shu narsa muammo bo'lyapti. Muammo tarafi mana shu bo'lyapti. O'zi bu narsani Yaponiya qilishning asosiy maqsadi o'sha aytganingizdek vizadan pul qilayotgan kompaniyalarni yo'qotishmi yo boshqa maqsadi bormi? Elakda o'tkazish degan nima bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysidir postada ham, nimada ham yangiliklarda eshitdik. Puli bor, pul kelsin deyapti-da. Qo'pol qilib aytgan. Ochib aytadi. Keyin foyda qoladigan bo'lsa, ya'ni o'sha 30 millionni to'lasin va haqiqatdan o'sha biznes 30 million foyda qoladigan, qiynalmasdan to'laydigan biznes qilsin degan narsani aytmoqchi. Sifatli biznes. Boyagi 5 ming dollar, 3 ming dollar uchun unaqa biznes emas. Hali aytganingizdek, o'sha mana hozir kompaniyalar kategoriyasi bo'yicha ham nima qilib qo'ydi, 1 dan 4gacha. O'sha ham aynan shunga borib taqaladimi deymanda, chunki
akaz mana Nepal, Hindistonliklar kelyapti. Arzon bo'lgan pulga kompaniya ochyapti-da. Bitta restoran ochib qo'yib, u yoqdan vizadan so'qqa qilyapti-da. Endi shular mablag' ko'tarsa, endi ular tanlash kerak bo'ladi. Yo haqiqatan chanto ishlaymizmi yoki ishlamaymiz. Keyin o'sha inikkini ham talab qilib qo'yganini ham asosiy sababi shu paytgacha tilni bilmaganlar ham kelavergan-ku. Endi kategoriyaga bo'lgan sababi boyagi bitta joyda ishlab turgan kompaniya birinchi va ikkinchi kategoriyaga chiqish uchun u yaxshigina ularga qilish kerak-da. Aylanma yaxshi bo'lish kerak. Aylanma yaxshi bo'lmasa, demak u kategoriyaga kira olmaydi. Endi vizaga chaqirtirish uchun inikkini talab qilib qo'yganim aynan mana shu uchunmi deyapman. Endi ular chaqira olmaydi-da. Chunki 3-4 kategoriyada bir tomondan tilda qo'yganligi o'zi qaysi tomondan to'g'ri ham deb o'ylayman. Masalan, Yaponiyada bor yapon tili va birinchida yapon tilini bilmasangiz bu jamiyatga singib ketish ham qiyin. Biznes qilish juda ham qiyin to'g'risida. Til bilmasangiz ancha o'rtada bitta devor paydo bo'ladi. Keyin xodimga ham yoki o'sha biznes qiluvchi odamga ham nima stressda til bilmagandan keyin tushunmaydi, u tomon tushuntira olmaydi. Ko'pincha tushunmasdan stress olib keladi. Shuning uchun tilni bilgani, hech bo'lmasa shu 2 darajasida bilgani baribir yaxshi. Gaplashishni muloqot qila olish kerak. Mayli, kanji hierogliflarni o'qilish, o'qimaslik bu boshqa masala, lekin hech bo'lmasa muloqot qila olish kerak-da. Shu o'zini dardini, muammosini aytib. Lekin 30 yillab biznes qilib kelayotgan, kompaniya yuritib kelayotgan, o'sha restoran ochib kelayotganlarga nisbatan ham bir nimadir imtiyozlar o'ylash kerak. Jamiyatda shunday fikr ham bor. Masalan, o'sha Hindistonda restorani ko'p misol keltiryapman, sababi o'sha ko'p ijtimoiy tarmoqlarga media deb aylandi-ku. Nima deyapti? Yaponlar o'rgangan, arzon ovqati, o'sha kari kiradi, obedda tez tayyor bo'lgan. Yeydi, yana ishga qaytib ketadi. Ham ta'mi yaxshi, yaponlarga juda ham yoqadi. Shuni hisobiga bularga nisbatan qandaydir boshqacha imtiyoz qilish kerak deyapti. Chunki u hazlakam yil emasda 30 yildan davom etkazib kelyapti biznesini. Mushatlari ham bor, lekin men o'sha bugun ham nima bo'yicha gaplashdim, ayni chet tillar mavzusi bo'yicha bitta klientimiz bilan uchrashgan yapon kompaniyaga bordim. Ularni kompaniyasida eng yosh ishchi hozir 40-50 yosh orasida. Normal kompaniya, kamida bir 40-50 yillik tarixi bor kompaniya, million dollar aylanadi o'sha yerda. Lekin nima yosh yapon kirib kelmaydi u yerga. Lekin so'radim, 4 ta Myanmarlikmi kirib kelgan ekan, yaqinda olibdi. Anaqa zavodga odam. 4 ta odam olgan. Keyin qanaqa men chet eldan mavzu chiqib turibdi, viza masalasi boshqa desam, qanaqa desam, yo deydi, biz chet ellarga welcome deyapti. Kesin yana anaqa emas deyapti-da. Chunki hammasi har xil chet ellik bor, yaxshi bor, yomoni bor albatta. O'sha yaxshi normal chet ellik bo'lsa, bizga welcome deyapti. Ya'ni hamma hukumatdagilar nima qilyapti? O'sha chet ellarga taqiq qo'yish boshqa narsa bo'lyapti, lekin yaponlarda ham chiqyapti shuni ta'siri, lekin hamma yaponda bunaqa narsa yo'q hozir. Faqat mediaga chiqayotganlar o'sha chet ellarga nisbatan o'zini boyagi negativ qarashi bor yoki masalan allergiyasi bor bo'lgan odamlar chiqadi. Lekin bu narsani 100% Yaponiyada deb aytib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Lekin eng yomon tarafi o'sha mediaga chiqqanligi sababli bu ta'sir bo'lmagan odamlarga ham ta'sir qilishni boshlayapti. Chet ellarga stress bo'lyapti. Endi aytganingizdek, sifatli deyapti puling bo'lsa-ki, yoki bir sifatli bir jamiyat qazib ketolsang deyapti-da. Keltirib o'zimni dunyo qarashimda, o'zimni urf-odatlarimda yashayman, deb borami. Tozalik nuqtai nazaridan, qonun qoidalar bo'yicha aytgansiz. Lekin bu misol uchun mana Hind Koreyalari yoki Vyetnam do'konlari bu narsalar xuddi o'zini davlatida yuritgandek holatda olib kelib turib, shunday copy paste holatda bu yerda ham yuritishyapti. Bularni asosiy targeti, ya'ni asosiy mijozni jalb qilish usuli faqat o'zinikida. Ya'ni Yaponiyada mana misol uchun hozirgi kunda 250 mingdan ortiq deylik Vyetnamlik bo'lsa yoki Nepallik bo'ladigan bo'lsa, ularga bozor bor-da. O'zini aholisi yetadi. Hali 10 mingga yetmadik, hali bizda bozor to'liq shakllanmagan, ham tarqoq, ya'ni qanaqa ma'nodaki, hamma har xil hududda. Ularda bitta joyda jamlangan yoki qaysidir mana misol uchun Nagoyada Filippin yoki Braziliyaliklar juda ko'p uchratish mumkin. Ularni o'zini biznesi ichida aylanaveradi. Ya'ni bu yerda til layoqati shart emas. Sababi o'sha ishni bitirib beruvchi soha odamlari ham bor. O'sha tilda, misol Braziliyalik pravosini almashtirmoqchi. O'zini Braziliya pravosini Yapon pravosini olmoqchi. Bitta Braziliyalikka chiqadi, u bir-biriga tanishtiradi. O'shalar orqali yapon tili ishtirokisiz, yapon ishtirokisiz o'sha ish qiladi. Ya'ni bozor shunga bo'lgan hisobiga ularda ham til bilishga o'sha ehtiyoji yo'q bo'lganda jamiyatda. Endi buni ham biroz cheklab yoki biroz shunaqa qattiq qoidalar qo'yib turib, balki kuchaytirish maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yapon jamiyatida yashamoqchimisan, uzoq yil yoki biznes qilmoqchimisan, o'rgan, bemalol degan narsani balki qo'ymoqchidir. Ya'ni bu orqali, qilinayotgan ishlar orqali.
Yani albatta Lutfiya maqsad qilingan bir orqasida. Hozir ham gaplashib keldik kelishdi. Mana misol uchun oddiy Bangladeshliklarni safarani o'tgan safar ham bir marta Bangladeshliklarni do'koniga kirdim deyapti. Kirib уже qaytib kirmaydigan darajada bo'lib chiqdim. Ya'ni noto'g'ri yomon taassurot qoldiradi degan narsani aytyapti. Endi bu siz chet ellik bo'lib turgan holatingizda shuni aytyapsiz-da. Ya'ni hali yapon emassiz siz. Yapon kirsa qaytib kirmaydi yoki kirolmaydi hamda tashqaridan turib ko'radi, ha deydi, qaytib ketadi. Shular qanday masalan faoliyat olib boryapti? Shunaqa tartib. Bozor bor. Ya'ni Bangladeshlik ko'p. Talab bor. O'shanaqa Talab narsaga bor. Ha. narxga. Ham ichida o'zida bozor aylanaveradi. O'zini o'zi aylantiradi. Ya'ni jamiyat o'zini o'zi aylantirib ketaveradi. O'sha Bangladeshlik jamiyati yoki Vyetnamlik yoki Filippinliklar o'zini bir-birini aylantirib ketadi. Kebablarni ham qanday ketganiga qarab qo'yaman. Bu aka to'g'ri aytyapti-da. Bangladeshlik bo'lsa endi Hindiston, Bangladesh, mana bu Shri Lanka, deyarli endi bir-biriga yaqin. Tili yaqin. Shuning uchun madaniyat bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun u nafaqat o'zini davlatidagi odamlar bo'lsin, bular ham kiradi-da. To'ppa-to'g'ri. Bozor bor. Shuning uchun ularga yaponlarni kirishi, ya'ni yaponlarni maqsad qilib olish shart emas. O'zini qoplatib ketadi. Mijozlarroq. Mijozlar. Shuning uchun bu yoqqa qaratadi, shu o'zlarida qanday bo'lsa shuni olib kelib ketganda ishlatib ketaveradi. Bozor bor. U faqat oziq-ovqat sohasida o'zi emasda. Mana misol uchun mashina biznesida ham shunday. Mashina biznesida ham xuddi shunday. Asosiy ularni mashina sotadigan targetda Pokiston yoki shu davlatlar bo'lgani hisobiga ularga yapon tili bilish shart emasda. Auksiondan oladi, bitta yapon tili biladigan Bitta xodim oladi. Shu bilan umuman boshliq 5 yil 10 yildan beri biznes qilyapti shu yerda pokistonlik, lekin yapon tilini bilmaydi. Siz bilan inglizcha muloqot qiladi yoki ba'zi so'zlarni biladi xolosda. Ya'ni o'shalar biznes yuryapti-da. Inolti levelda nima qilishadi? Muloqot qiladi. Umuman Yaponiyada biznes qilish, Yaponiya bozor juda ham standart yuqori, injiq bozor. Talablar Juda kuchli. Masalan, o'zimiz ham marketlarimiz bor. Import eksport bilan shug'ullanamiz O'zbekistondan, to'g'rimi? Ne bileyim O'zbekiston kiyim mahsulotlarida talablar. Talab bularda endi har bitta narsa standarti bor. Hatto mana shu kiritadigan sokimiz bor. O'shani suv prosenti ham tozalik darajasigacha kerak bo'lsa o'rganilib tekshiradi. Uni ham standarti, hamma narsa standarti bor, oziq-ovqat qog'ozi bo'yicha. Kirgizish oson emas. Biz ham mana 10 yildan oshgan bo'lsa, kompaniya ochganimizga 10 yil bo'lmaydida qancha chig'iriqdan o'tyapmiz. Hamma Yaponiyada biznes qilishga intiladi, qiziqadi, lekin oyoqda turish qiyin. Oyoqda turish qiyin. Kirgizayotgan payt oddiy, misol aprikotda o'rik bizdagi. O'shani rangini o'sha sariq holida saqlab turishlik uchun oltin gurgut bilan dudlaydi. Shuni standarti bor. Miqdori bor. O'sha miqdordan oshib ketsa, odam sog'lig'iga, inson sog'lig'iga zarar. Masalan, shuni O'zbekistonda ko'p yeganmiz hammamiz. Lekin bilmaymiz-da, necha darajada bo'lish kerakligi. Yaponiyada kelgandan keyin shu kiritmoqchi bo'lganman. Men o'sha endi ishga kirgan paytlarim bo'lgan. Shunga mas'ul bo'lganman, keyin xullas tekshiryapti, nimadan me'yordan oshib ketgan. Me'yor masalan 2000 ppm bo'lsa, u 2500 mi, 3000 mi o'sha atrofda Oltin gurgut miqdori. oltin gurgut miqdori bor. Boshib ketadi. Ha, uni endi bo'ldi kiritmaymiz, nimadan o'tmadi. O'sha me'yordan oshib ketdi. Tashlab yuboramiz, u bilan qutulmaysiz-da. Yo'q, Karantin chaqiryapti. Birinchi nima uchun bunaqa bo'ldi degan savolga birinchi javob berasiz. Hujjatlashtirib. Keyin xo'p bo'pti, u o'rganiladi. Siz qaysi jarayonda o'rikni olib keldingiz, qayerga qo'ydingiz, ishlab chiqarish jarayoningiz, dudlanish jarayoni, necha miqdorda oltin gurgut miqdorini nima qildingiz, nima deydi, to'g'irladingiz, qo'ydingiz. Keyin qancha dudladingiz, qancha soat turdi, necha marta bo'ldi, hammasini tushuntirib berasiz. Keyin o'sha bo'ldi deylik. Unday bo'lganidan keyin imloviy xatongizga ham qaraydi. Deydi, mana bu so'z emas, mana bu so'zni ishlatishing kerak. Mana bu kanji noto'g'ri ketdi, bu kanjini to'g'irlashing kerak deydi. Ulargacha, xullas 10 tiligacha to'g'irlab olgandan keyin endi tashlab olish kerak bo'ladi. Shunchaki rasmlaysiz, tashlab olishda ham maxsus joyga ariza topshirasiz, uni maxsus kompaniyani gaplashasiz. U keyin tashladim degan sizga hujjat beradi. Yoqib bordim mana aka deydi. Keyin uni olib karantinga borib berasiz. Mana hujjat rostdan ham mana shu mahsulot yoqilib ketildi. Mana hujjat mana shu kompaniyada berasiz. Anjiq. Bu hali importdagi jarayon. Oddiy bitta suv kirgizganimizda 6 oy vaqtimiz ketgan. Sochniya dolina suvini kiritayotgan paytimiz 6 oy. Birinchi martada. 6 oy aeroportda turgan. Bu hali kiritishdagi jarayonda. Uni chig'irig'idan o'tib olganingizdan keyin endi klient ham bor. Endi klient bo'yicha akalar mana hozir nima market sohasi bo'yicha aka ishlayapti. Bu yerda ham marketda nima?
Ba'zi nima deydi, iste'mol muddati bor-ku. Iste'mol qilish yaroqlilik muddati. Bu masalalar bor masalan. Hali ular haqida akalar batafsil aytib beradi. Masalan, mana savdo bo'limiz menejeri Dilshod aka necha marta klientlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi. Bir tonna mahsulot sotsak, o'shani ichidan bir korobka narsa chiqadigan bo'lsa, bir korobkada muammo chiqadigan bo'lsa, bittagina xas chiqishi mumkin, masalan. Shu. Qaytarib yuboradi. Yaqinda bo'lgan masala bo'yicha, mana yaqinda 500 kilo mahsulot sotdik, 600 kilo mahsulot sotdik. Nima bo'ldi shu? Ana nima qilganimiz bu yoki? Bitirib. Ha, mana o'zingiz ishtirok eting. U nima bo'ldi ancha? Qaytarib yubordi o'sha bitta birinchi partiya berganimiz 500 kilochi sotganmiz, ichidan 2-3 ta narsa chiqqan, mayda chuda. Bir keysdan chiqqanda o'sha narsa, bir korobkadan. 10 kilo korobkada. O'shani hammasini qaytardi. Ikkinchi partiyani jo'natishimiz kerak edi, uni to'xtatib turdi. Birinchi dedi, bu nimaga chiqqan? Qanaqa tayyorlagansizlar? Buni chiqishiga nima sabab bo'lgan? Va atrof muhit qanaqa qilish kerak? Chiqmasligi uchun nima qilish kerak? Sizlar nima qilasizlar? Nimalarni o'zgartirasizlar? Hammasini reportini berib, hali ham nima ketmadi, qattiq bo'lmadi, yumshoqroq tugadi. Agar bo'lmasa, tashqaridan qanaqadir tashkilot yoki bitta uyushmadan tekshiruvchi odam olib kelib turib, o'sha joyni tekshirib, haqiqatan sifatga nazoratga javob beradimi, yo'qmi tekshirtirib turib, ularni xulosasini bizga bersanglar, keyin biz sizlarni oldi sotib qilamiz degan narsa. Boshida aytuvdi, keyinchalik gaplashib, bir amallab ko'ndirdik, ya'ni qilmasdan turib nima qilishga. Birinchidan unga vaqt ketadi, ortiqcha pul ketadi, boshqa report topshirasizda. Kaizen degan narsa o'sha Yaponiyada kaizen o'sha narsada. Bu byurokratik jihat minus bo'lishi mumkin, minus tomoni bo'lishi mumkin. Ya'ni juda ko'p ovoragarchiliklar shu. Lekin yaxshi tomoni nima desangiz, kaizenda, ya'ni u sizni biznesingizda oldiga yurib shakllanishida sayqallab beradi. Atrof to'liq sizni sayqallab, O'zi aslida shuni chiqib kerak-da, to'g'rimi? shunday bo'lishi kerak. Ham yana bitta plyus tomoni, o'zingiz ham keyin o'ylaysiz, ha, to'g'ri bularni qilayotgan ish to'g'ri ekan degan o'y hayol nima ichingizdan o'tadi. Siz ham nimadir chetdan kelgan tovar yeyotganingizda o'ylaysizda, bemalol yeya olasizda. Sababi ishonch masalasi ham kirib boradi. Chegaradan o'tkazilmagandan keyin beixtiyor ishonasizda ertaga anaqa, ya'ni boshqa mahsulotlar ham sifatli holatda kelar ekan degan tushuncha bo'ladi miyangizda. O'sha o'rganadigan jihat bu albatta. Shu buni tatbiq qilsangiz zo'r. Lekin aslida ya'ni Yaponiyada ko'p aytadi, arubeki sugata deydi. Ya'ni bo'lishi kerak bo'lgan holat, vaziyatda aslida qanaqa bo'lishi kerak? O'sha bo'lmayotgani muammoda. Shu mahsulotlarda gigiyenik talablari ham bor, to'g'ri. U endi ancha yaxshi bo'lsa kerak. Masalan, hozir sochli dalina mahsulotlarini sotishda qanaqa gigiyenik talablar bor aka Yaponiyada? Hisobkasiz. Hozir sotyapsiz. Umuman oziq-ovqat mahsulotlarini sotishda alohida yo'nalish bo'yicha gigiyenik standartlar bor o'zini. Bu shahar hokimiyati qoshida bo'ladi. Ya'ni xuddi biz O'zbekistonda sog'liqni saqlash anaqa SES deyilardi oldin. Sanitariya epidemiologiya stansiyasi. U O'zbekiston biroz boshqacha edi. Hozir bu yerda shahar hokimiyatiga tirkab to'g'rilab qo'ygan. Ya'ni shahar hokimiyati qoshida borib maxsus o'sha masalan baliq sotadigan bo'lsa, baliq bo'yicha alohida sertifikat olishingiz kerak. Uni kesish yoki uni maydalab sotishga yana alohida sertifikat. Undan tashqari umumiy oziq-ovqat sotuvi bo'yicha o'zini o'sha ESECANRI deydi. U bo'yicha alohida sertifikat olish kerak. Bizda yangi do'kon ochilganda o'sha paytda Mirjalol Tanto mas'ul bo'lib turib, borib o'sha sertifikat olingan. U bo'yicha yangi do'konlar ochsak, o'sha asosiy sertifikatimiz bosh sertifikat sifatida ishlatilganlarga ham ishlatishimiz mumkin. Bu ancha yaxshi. Qulayligi bor. Yaponiyada o'sha shohi kelgan degan narsa bor. Ya'ni mahsulotni yaroqlilik muddati va iste'molga yaroqlilik muddati degan narsa bor. O'sha bu narsalarga juda qattiq qaraladi. Hattoki mijozlar ham o'rgangan, bozor o'rganib qolgan. Ya'ni biroz bir kun o'tib ketgan yoki o'sha kunning o'zida bo'lsa ham odam o'zi ham shubhalanadi. Ya'ni u hali yaroqlilik muddati emas, sotuv muddati bor. Ya'ni shu vaqtgacha sotishing kerak degan narsa bor. Bir haftadan keyin yeyish mumkin degan gapni aytsangiz qabul qilmaydi jamiyat. U jamiyat qabul qilmay qo'ygan. Talablar shunday. Nimasi eng qiziq tarafi yaqinda bo'lgan narsa, o'sha muddat o'zi ham bo'lmaydi-da. Yaqinda bizda bo'ldi, dekabrning 31gacha edi, 2026-yil aslida bo'lishi kerak edi. O'sha 2027 31-dekabrgacha bo'lib ketib qolganda. Labelda. Hattoki hozirda o'shani boshqatdan nima qilib berdik? Pul almashtirib berdik. Qanaqa almashtiramiz? Ular o'sha omborxonasiga kiritib qo'ygan, biroq pul to'lab biz borib almashtirishimiz uchun ular bitta chiqaradi tashqariga. Tashqariga chiqarib qo'yib qo'yadi, biz kiramiz. O'sha yerda bittalab yechib, ustiga yopishtirib chiqamiz. Yana qaytarib ichkariga kiritib qo'yadi-yu. O'sha chiqarish, kirgizishga ketgan xarajatdan bizdan oladi-da. Ya'ni bizning xatoyimiz bo'lganligi sababli. Ko'p bo'lsa ham bo'lmaydi. Arzimagan xato, masalan, qaysi foydangizni yuborar ekanda. Shunaqa. U masalan sliva deb aytamiz bizdagi nima
Qarorli. Purun deydik-ku. Qorovul o'sha. Ana shundan necha marta kuyamiz. Yog'lanmagan, bu yerda yog'lanmaganini so'rashadi. Ozgina endi u ishlash qiyin bo'lsa kerak endi zavoddan ozgina yog' aralashtirib jo'natib yuboradi bizdagilar. O'zbekistondan keladi shunday bu. Keyin bersangiz, balki rostdan ham yog' aralashmagandir, bilmaymiz. Yoki bitta korobka shunday adashib kirib ketilgan. Bu hammasini qaytaradi. 2 yil ketma-ket shu holat bo'lgan. 4 tonnalab oladi, 4 tonna berasiz. Keyin bitta ishlatib ko'radi, bu ham yog'langan ekan deydi. Uni laboratoriyaga beradi oldin. Laboratoriya pulini to'liq siz qoplaysiz. Shunaqada. Agar mabodo shu kichik paketlarga qadoqlab qo'ygan bo'lsa, paketga solib qo'ygan bo'lsa, uni pulini to'laysiz. Mashmashasi ko'p. Qaytarib jo'natadi. Nima qilasiz? Uni qaytarib O'zbekistonga jo'natish imkoni yo'q-ku. To'g'rimi? Tashib yuborishimiz kerak. Tashib yuborishga yana pul to'laysiz. Endi musor tashish ham puli ya. Ha, o'sha jihatlar bor. Yana bitta narsa, masalan mana marketimizda agar muddat o'tgan mahsulotni bitta mijoz oldi deylik, yedida boshqa narsadan bo'lgandir, lekin oxirgi marta shuni yegandim, qornim og'rib qoldi-da, mazam qochdi deydigan bo'lsa, biz to'liq qoplab beramiz. Bansasi, unga yetkazilgan zarar hammasini qoplab beriladi. Ya'ni mas'uliyat katta. Shunaqa. Biznes qilish oson, ayniqsa yaponlar juda injiq. Juda bozor sifatida qaraydi. Shuning uchun o'zlari ham aytadi, ham ko'pchilik aytadi, Yaponiya bozoriga agar talabga javob beradigan mahsulot bo'lsa, dunyo xohlagan bozorga sotsa bo'ladi. Fikr bo'lsa bo'ladi deyshadi. Shunaqa. O'zi mana supermarketga ham kiramiz-ku. Mahsulotlarni shunday ko'rib, eng standart nima qilib qo'yibdi, sifati qilib qo'yibdi. Hech qanaqa bir oddiy masalan go'sht mahsuloti, baliqlarni ham shunaqa urab qo'ygan qiladiki, sanalari hammasi yoziladi-da. Bizda go'shtlar просто chivinlar ham mana shu narsa bu safar borganda men rostdan ham diqqat qildim. Ya'ni e'tiborim tortgan narsa bo'ldi. Oldin endi yashayotganimiz bilinmagan-ku. Tabiiy qabul qilib ketadi. Hamma chivinlar, hozir chivinlar faqat go'shtlarda aylanib qo'nib turadi-da. Ana bozorlar bundan keyin yaqinda gaplashdik-ku. Bozorlar bundan keyin odamlar ham borib bozorlik qilmay qo'ysa kerak deyman. Kamayadi, qilmay qo'ymasa kamayadi. Sifat masalasida gap bor. Chivin o'rga qo'nayotgan chivin oldin qayerga qo'nib kelganini bilmaysiz-da. haqiqatdan Qani masalan har xil kasalliklar nimaga paydo bo'lyapti? shunday. Aslida biz Yaponiyani injiq boshqa deymiz, lekin inson sog'lig'iga nisbatan nimada bir Bu narsa to'g'ri-da. noto'g'ri narsa kirmaydi-da. Buni ya'ni chegarada turganda to'g'ri narsa bizga qiyin bo'lishi mumkin. Biznes qilayotganlarga. To'g'ri. Lekin bunday qarasa, Iste'molchilarga iste'molchilarga xavfsiz. Oddiy narsa aytamiz. Oddiy mana pista, simishka deymiz-da. O'sha biz Ermak import qilmoqchi bo'lgan simishkamiz o'sha pista yodlangan, O'zbekistonda yodlangan tuz ishlatilar ekan. Qovurishda. Shirin, maza qilasiz, chaqsangiz. Ta'mi zo'r, anga sifati yaxshi. Ancha-muncha. Yaponiyaga olib kelsak o'tmayapti o'sha. nimaga tuzni Yodlangan tuz ishlatilgani mumkin emas ekan. Oddiy tuz ishlatish. Nimaga? Chunki Yaponiyada o'zi yod ko'p. Dengiz mahsulotlari-ku. Dengiz o'ti va boshqa o'sha mumkin emas ekan, taqiqlangan. Yana bir safar bitta stokdan ham shunday bo'lgan, kiritmoqchi bo'lganimizda bitta qo'shiladigan o'sha qo'shimcha mahsuloti sokka rangga nimadir ekan. U Yevropa va boshqa joylarda mumkin ekan, ishlatsa bo'lar ekan. Lekin Yaponiyada bundan bir nechadir yillar oldin, 50 yil oldin shu bo'yicha bir kasallik chiqqan ekan. Noto'g'ri narsa bo'lgan ekan, o'shani taqiqlagan ekan, mumkin emas ekan. Hududga qarab farqlanadi, qoidalar yoki o'lchovlar. Keyin nimaga standartlar yuqori desa, masalan, tarvuz olasiz-ku, ichi har xil chiqmaydi tarvuzda. Ta'mi ham bir xil chiqadi-da. Apparati bor-da, tarvuzni shirasini o'lchaydi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Siz nimasi ham, o'lchami ham-da, kattaligi boshqa, hammasini bir xil narsa qo'yadi. Kilosigacha shunday qilib qo'yadi. Inkubatordan chiqqan deyman. Anor ham xuddi shu. Mana anor olib kiryapti-yu, bir ikkita ba'zi kompaniyalar anor olib kirgizib, O'zbekistondagini ta'zirini yeyapti. Ana shular ta'zirini yeyapti. Uzum olib kirganlar emas, biz ham kirgizganmiz. nimaga Saqlash qiyin. Anorni birinchidan anor yetishtirayotgan payt biz uyda anor yetishtiradi-da otam. Uchini tozalash kerak bular. Uchini tozalasa qurtlar kiymaydi. To'planmaydi. Keyin uni qog'ozga o'rab, chiroyli quyosh oftob urmasin deb saqlab, boshqa bular. Ana shuni bir marta kiygani zo'ri keladi. Keyingilari ichi kessangiz ichi panglagan. Ha, chiqadi odam. Mana siz bilan oluvdik, eslaysizmi? Siz bilan o'sha anorni olib, O'zbekistondan kelgan anorni olib, ikkita oldikmi? Bitta olib yedik. Bu yerda bitta olib yedik. Yana bir marta kesganimizda ichi panglagan chiqdi. Qiyin. Unday chiqsa Yaponlar ana shuni ichini tekshiradi, apparati bor.
test oladi, monitoring kensa degan narsalar bor. Har xil shunga o'xshagan testlardan o'tkazadi. O'tadi. Bizdagi muammo o'sha repeater deydi-yu, qayta bitta sotgan joyga qayta sotay degan narsa o'ylashmaydi bizda. O'zimiz ham necha marta yangi joyga o'tadigan bo'lsak, birinchi safarda cho'tka anaqa qilishadi. Zo'r narsa beradi sizga. Уже bo'lgan foyda o'sha bittada chiqarib olish kerak-da. Ikkinchi safar уже keladimi yo'qmi? O'zi ham biladi kelmasligini-da. Masalan, o'sha odam nimaga kelmasligi sababini o'ylamaydi lekin. Masalan, mana shunaqa narsa beryapman, o'shaning uchun kelmayapti deb o'ylamaydi-da. Yaxshi narsa bersam bu keladi demaydi. Bir martalik ishlaydi, foydani bittada chiqaradi, bo'ldi. Biz hali aytaylik sifat bo'yicha ko'p Ancha ishlar qilishimiz kerak. Plus tomon nima desangiz, mana misol uchun bu yildan yoki keyingi yillar jahon savdo tashkilotiga kirilishi mumkin. Bunda bozor baribir o'sadi. Bu yaxshi. Ya'ni ishlab chiqaruvchilarga ham katta bosim bo'ladi. Buni pozitiv tomondan oladigan bo'lsak, o'sish bo'lishi mumkin. Standartlar oshadi. Shu bahona jahon savdo tashkiloti ruxsat bergan qaysidir davlatlarga o'sha laboratoriyadan natijalar bilan kirib borish ham mumkin. Bu plus tomon. Keyin misol uchun Yaponiya mana 30 yilda 40 yilda o'sha standartlarni qo'ya olgan bo'lsa, bizda balki tezlashib ham ketadi. Ya'ni hozir tez copy paste qilish usuli ham ish berishi mumkin. Tezda olib kiriladi. Agar jamiyatga o'sha yoki o'sha bizneslarga singib keta olsa, u qoida. Ishlab ketaveradi. Agar ishlamasa tezda o'zgartirish ham bir tomondan yaxshi bo'lishi mumkin. Tezligani yaxshi bizda, misol uchun nimadirga harakat qiladi, o'xshamasa yana o'zgartirish, boshqa qilishlar ancha qaror tez qabul qilinib ketilaveradi, bir tomondan yaxshi. Pulida masalan unaqa narsa nima emasda. Oddiy mana soliqni 8% dan 5 ga tushirish yoki nechida foiz o'zgartirish degan narsa necha oylar vaqt ketadi deyapti. Shunday. Orqadan manfaatlar. Saylovda ovoz berish uchun deputatlar har yili ko'taradigan mavzusida javob qaytaramiz orqaga. Haligacha nima bo'lmaydi. Ya'ni 8% soliq. 8. Ovqatlarga yeb ichadigan narsalarga 8. Umumiy 10%. Masalan, mashina tushiramiz deyapti. U ham anaqa, u ham masalan, bitta joyga kirib, masalan, kafega kirdingiz, siz kofe olmoqchisiz. Kofeni olib ketadigan bo'lsangiz 8% da, o'tirib yeydigan bo'lsangiz 10%. Bitta narsaga nima ikki to'laysiz. Shu Yaponiyadagi kompaniyalar nima qilyapti masalan, u chet elga chiqish masalalari O'zbekistonga masalan ko'p yapon kompaniya kirib boryapti-yu. Shu paytgacha masalan texnika, qanaqadir bir ta'lim sohalari kirgan bo'lsa, undan keyin sekin ishlab chiqarish sohalari bo'yicha kirib boryapti. Chunki Timurga aytganingizdek, Yaponiyada qilinadigan biznes qilib bo'lindi-da. Demak, aholi o'smayapti. O'zini boyagi eski biznesini saqlab qolsa ham katta gapda. Yangi bozor baribir Yaponiya o'zida yo'q. Aka. Yapon kompaniyalari endi hozir chet eldagi kompaniyalar sotib olish bilan shug'ullanyapti. Yaqinda Nikkei'da chiqdi-ku, Yapon kompaniyalari chet elda yaxshi daromad topyapti deb. O'sha daromadini bu yoqqa olib kelmayapti ekanimiz. Bu yoqqa olib kelsa yaxshigina soliq to'lashga to'g'ri keladi. Undan ko'ra u yoqda kengayib, bu yoqda biznesini ya'ni iltijot tirgani yaxshi. Ana so'ragan mana yaqinda Angliya kompaniyasi sotib oldi. Projektor nima qiladigan, ishlab chiqaradiganmi? O'sha kompaniya sotib oldi. Shunday kichkina kompaniyalarda bo'lsa ham, shu kichkina kompaniyalar ham chet eldagi kichkina kompaniyalar sotib olib, tashqariga investitsiya qilyapti. Yaponiyada chunki biznes qilish qiyin bo'lib qoldi rostdan ham. Chunki bu aytganingiz aholi ham kamayyapti. Keyin hamma narsa qilib bo'linganda, kashfiyot haq qilib bo'lingan bo'ldi. Bu yerda yangilik qilish qiyin. Bozor bitta kompaniya olsangiz, klientingizni topib yo'lga qo'yib ketganingizcha ancha yillar ketadi. U yilda siz Nima kichkina bitta kompaniyada kirib ishlagan ma'qul bo'lib qolibdi. Ishlaysiz. Stabillik, ante deydi, o'shanaqa. Shu yapon kompaniyalari hozir tashqariga chiqishni boshladi. Chet elga chiqib, biznesini chet elga birorta kompaniya O'zbekistonga. Keyin nima ham hozir bu aytganingizdek, odam aholi kamayapti degani, bu ham nimaga kompaniyalar soni kamayishiga olib kelyapti-da. Masalan, yoshi katta bo'lgan nimalar, o'tgan safar gaplashdik, baby boomda birinchi baby boom 1945-50-yillarga to'g'ri kelganmiz, ikkinchisi 70-80-yillarga to'g'ri kelganda. O'sha 70-80-yillardagilar hozir уже 50-60 yoshda. Undan oldingi tug'ilganlar 80 yosh, ya'ni kompaniyani eng rivojlantirgan, Yaponiya rivojlantirgan odamlar уже pensiya yoshida o'tib ketdi. Ular уже sekin-sekin o'g'li yo'q yoki bo'lmasa kompaniya davom ettiradigan odam yo'q, majbur kimgadir sotish kerak. Kompaniya soni kamayib ketyapti bu yoqqa. Masalan, 2-3 ta kompaniya bitta kompaniya bo'lib ketyapti. Zo'r. Masalan, universitetlar ham birlashyapti hozir. Shu universitetlar ham birlashyapti. Shu u aholi kamaygani hisobiga nima qilib ketyapti. Yaqinda men post yozdim. Aholini kamayib ketayotganiga bular уже yo'l topolmayapti-da. Uni o'rniga nima qilamiz? Bu Kashikoka Chijimo degan narsa qilishyapti-da. Ya'ni aqlli holda nima qilish? Qisqarish degan narsa. Masalan, oldin har bitta hududda 50 mingta odam bo'lgan bo'ladigan bo'lsa, o'shani har bitta hududda o'sha 48 mingga, 47 mingga tushirib, sekin-sekin kamaytirib borish degan narsani o'ylashadi. Masalan, ko'p odam Tokioga ketib qolish yoki Osakaga ketib qolish yoki boshqa joyga ketib qolish emas.
sekin kamaytirib borish degan narsa. Aholini kamayishiga уже Bu tabiiy, bular Tabiiy. rozi bo'lyapti. rozi O'zi turadi. bo'lyapsiz degan narsa. To'g'risi aytganingizda uni yana aholini oshiraman deb bir dunyo pul sarflagandan ko'ra kam aholiga bo'lsa ham O'shanga moslashtirib smart qilishyapti-da hozir. Qaysidir ma'noda o'zlarini pozitiv tarafdan smart nimalarni o'ylab topishyapti-da. Bu o'sha kompaniyaga ham ta'sir qilyapti. Kompaniya ta'sir qilgandan keyin, ishchi kuch kamaygandan keyin sotib oladigan odam ham kamayadi degani-da. Masalan, men Toyota'ni o'zi ham nima qilyapti-ku? Hozir ishchi kuchi yetmayapti, lekin mashinalarga ishlab chiqarishga ehtiyoj bor, lekin Tailandda zavod ochib turib, Nova Voxy degan mashinalarni 20 mingtani yillik o'sha yerda ishlab chiqaradi. Bir xil narsani yo'lda chiqaradida, Yaponiyaga olib keladi. Masalan, Suzuki oldindan boshlagan, Mazda, Nissanlar ham, Honda ham chet ishlab chiqarib olib kelyapti-da. shu qanday vigitda Albatta. Birinchidan ishchi arzon bo'ladi. Narx arzonlashadi. Bu jihatlari bor. bir xil soliqlar degan narsa arzon deb olib ketildi. Oylik asosan, oylikda. Ishlarni sarfta asosan. Oylikda. Qarzni qisqartirib olsangiz, qanday tushadi-ku? O'sha hisobiga. Lekin sotish narxi bir xil. O'shani hisobiga foyda qoladi ularda. Har xil shunaqa nimalar ham ko'payib ketyapti hozir bilan. Nimaga o'zi shunaqa bo'lsa ham nima deydi? Chet elliklarga baribir yana viza joriy tizimini qiyinlashtirgani. Qiziq savol, biz ham shuni bilmayapmiz. Nimaga bunaqa qilishyapti Odam bular? kam bo'lsa. Keyin podkastda aytsak shu gap. Alo, akalar bor-ku, Akalar. Bush, qishloqlar. Shularga masalan qaysi bir masalan O'zbekistondan bir kelishtirib deb mana shu elchixona bilan mana shu yerga faqat o'zbeklar yashaydigan bir shaharcha qilamiz desa nima bo'ladi? Rozi bo'ladi? O'shanaqa desangiz norozi bo'lish ehtimoli yuqori. Chunki bular yig'ilib qoladigan bo'lsa deydi, har xil muammo chiqishi mumkin. Aynan shunaqa bo'lsa siz arkasi qiladi. Normal podkast nima qiladi? Lekin u rozi bo'lmaydi. Aralashib bersa. Shu. Ularni qaytanga yangi uylarga, o'sha yangi kirib keladigan oilalarni bo'sh joylarga qo'yishda joylashtirish sekin-sekin yapon jamiyatiga moslashtirish. Asosiy maqsadi. To'g'ri aytgansiz, bitta qishloqda faqat o'zbekistonlik bo'lsa, Keyin bilmaysiz-ku, masalan, oddiy chiqindilarni ajratishi yoki qanday yashash. Bilmaysiz, atrofingizga o'rgatadi. Jamiyat bir-birini shakllantiradi-ku. Bir-birini tarbiyalaydi. Shunaqa. Agar aralash holatda yashamasangiz, qiyin. Bularni qo'rqitadigan narsa o'sha. Ya'ni Yaponiya Afrika sammiti bo'ldi, adashmasam. Prezident tashrifdan keyin edi shekilli. O'shanda yapon qishloqlarini tashkil qilinadi yoki yapon anaqa afrikaliklarni bu yerga kelishi, mahallalar tashkil qilinadi degandek bir noto'g'ri talqindagi Afrikada har xil newslar chiqqan, yangiliklar chiqqan. Uni keyin to'liq SNSda aylanib ketdi, to'liq ijtimoiy tarmoqlarda aylangandan keyin yaponlar bosim o'tkazish boshladi o'sha shahar hokimiyati. Memorandum imzolagan. U memorandum shunchaki bir do'stlik sifatida, do'stlik shaharlari yoki opa-singil shaharlar degan ma'noda memorandum imzolangan. Lekin Afrika tomon noto'g'ri talqin evaziga aholida juda katta norozilik bo'lib ketdi. Ya'ni butun qishlog'i yoki bu ochiq joy bo'lsa ham o'sha joyni berib yuborish bu qanchalik to'g'ri degan narsada talab qilib chiqishuvdi, bosildi, memorandumlar ham отказ bo'ldi. Hammasi joy-joyiga tushib, tinchlaninglar degan narsa bu. Qishloq bo'sh qoladi. Bo'sh qoldi. Odam nima bo'lmasa. Shunaqa qiziq bular nimasi. Lekin boyagi savolingiz, Islomdagi javobi zo'r. Keyingi ko'rsatuvda aytsak bo'ladi, ya'ni Yaponiya nima qilib ketyapti. Akalar haqida ham ma'lumotlar to'plab yaxshi bir suhbat qilsak bo'ladi. Ayiq temasi bor. Tem bor alohida. Kenglashish kerak. Alloh taolo nima uchun kerak? Masalan, bitta xayrlashib olaylik. Ayiqda aytavering. Masalan, bo'lsa ancha bo'lib qo'ydi suhbatimiz. Shu yerda bugungi suhbat tugatamiz. Xudo xolida archalar bilan gaplashadigan gaplar ko'p. Sizlarga kattakon rahmat. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, like, kommentariya bo'lsin. Keyingi suhbatlar nima haqida bo'lishini kommentariyaga yozib ketsanglar, biz shu mavzularda video qilishga harakat qilamiz. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaponiya sadosi.